Andijon viloyatida yagona bo'lgan Motorola ishlab chiqaradigan Zollon zavodi Shaharxonda joylashganini bilarmidingiz? Bu yerda siz 1,5 tonnadan 2 tonnagacha yuk ko'tara oladigan Motorola'larni xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz kabinasiz, xohlasangiz kabinali, xohlasangiz borti ko'tarilmaydigan, xohlasangiz borti ko'tariladiganlar. Bularning narxi 26 milliondan 39 milliongacha. Yana bir muhim jihati, balonlarni o'zingiz tanlaysiz. Agar siz shahar sharoitida yuradigan bo'lsangiz, shunaqa yumshoq Damas balon qo'yib beriladi va agar siz dalada ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shunaqangi baquvvat yerda jigarni sug'urib oladigan balonlar qo'yib beriladi. Bu 39 millionlik full versiyasi juda ham zo'r torpeda bilan jihozlangan. Speedometr ko'rasizlar, qanaqangi zo'r tablo, magnitofon va barcha modellarda rul isiydi va sovg'a sifatida sizga kaska, balon ключ va domkrat beriladi. Undan tashqari, Zollon Motorola'larimiz shu yerda ishlab chiqarilgani uchun barcha turdagi ehtiyot qismlari mavjud. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo tekin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.